Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz buyrak. Har qanday buyrak kasallik turlariga bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizi tabiiy giyohlari, malham siroplari yordamida shifosi bor. Bemalol kelib, lechini olib, sog'ayishlaringizni tavsiya qilaman. Shunaqa bemorlar bizga tavsiya qiladi, murojaat qilishadi. Mani buyragim shamollabdi, mani buyragimda duz bor ekan, mani buyragimda tosh bor ekan degan bemorlar ko'plab murojaat qiladi va shuni bilan birgalikda mani buyragimda kista bor ekan, mani buyragimda o'simta bor ekan, man bitta buyragimni oldirganman, mani buyragim bittasi qurigan, ikkinchi buyragimga ham o'tibdi, man hozirgi kunda dializ olyapman degan bemorlar ko'plab murojaat qiladi. Allohning qudrati ila avvalam Alloh qolaversa sababchimiz bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizni tabiiy giyohlari siroplaridan foydalanib butunlay buyrak bilan bo'lgan bog'liq bo'lgan muammoli kasallik turlariga shifo olishlaringizni tavsiya qilaman. Shamollash bo'lsa, duz bo'lsa, tosh bo'lsa, shamollash bilan duzga bir kurs lechina kifoya bo'ladi buyrakka va tosh bo'ladigan bo'lsa, toshni diametriga qaraymiz. 1 kurs bo'lishi mumkin, 2 kurs bo'lishi mumkin, 3 kurs bo'lishi mumkin. 3 kurs kamdan kam holatda bo'ladi. Tosh bo'ladigan bo'lsa, diametriga qarab 3 kursgacha lechina bo'ladi. Endi buyrakda kista, o'simta paydo bo'lgan bo'lsa, unga ham kistasi yoki o'simtani diametriga qarab 1 kurs, 2 kurs deb belgilanadi. Agar buyrak qurishi bo'lsa, bitta buyragim quriyapti degan bemor bo'ladi. U holatda ham holatiga qarab lechina beramiz. Buyrak qurishiga ham buyrak faoliyati qayta tiklanadi va buyrak sog'lom bo'ladi. Endi buyragim bitta taraf qurigan, ikkinchi tarafga ham o'tgan degan bemorlarimizga ham lechina beramiz. Quriyotgan buyrak o'z faoliyatini tiklab sog'lom buyrak bo'ladi. Allohning qudrati ila. Mana 30 yillik ish faoliyatimiz 1-oktyabrda 31 yilga qaraydi ish faoliyatimiz. Buyrak o'z faoliyatini tiklab sog'lom bo'lib o'z faoliyatini tiklaydi. Endi bir buyragim qurib, ikkinchi buyragga o'tib, ahvolim o'ta jiddiylashib boryapti. Man dializ olaman. Man oyda bir marta qon olaman, 10 kunda bir qon olaman va haftada bir qon olaman va cherezdin qon qo'yib turibdilar. Ahvolim juda ham jiddiy degan bemorlar ham uchraydi. Allohning qudrati ila bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizni tabiiy giyohlari, siroplari yordamida buyrak bilan bog'liq bo'lgan kasallik turlariga shifosi bor deb tavsiya qilaman. Kelib davolangan bemorlarimiz qanchadan qancha bemorlarimiz hozirgi kunda sog'lom. Allohning qudrati ila. Dializga o'tgan holatda, qon quyilishga o'tgan holatda juda ham e'tiborli bo'lish kerak. Chunki buyrak almashtirgan holatlarda buyrak to'g'ri kelmay qolishi ham mumkin. Shularni ham inobatga olish kerak. O'ta ahvol buyrak jiddiylashgan holati, buni hamma biladi. Dializga olib, o'sha buyrak qurib, qon olib tursa, tez qon oladigan bo'lsa, qon quyiladigan bo'lsa, o'ta jiddiy holat bo'ladi. Shunga juda ham e'tiborli bo'lish kerak. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizni tabiiy giyohlari, siroplari yordamida buyrak bilan bog'liq bo'lgan kasallik turlariga shifosi bor deb tavsiya qilaman. Bemalol kelib, lechina olib sog'ayishlaringiz mumkin. Xudo xolasa, avvalam Alloh qolaversa sababchimiz. Layklaringizni bosaveringlar. Qanchalik layk bosinglar, shunchalik savobga ega bo'lasizlar. Yuqorgi efirlarimda aytib o'tgandek, bitta laykingiz bilan bitta bemor sog'ayadigan bo'lsa, muborak Allohning uyida ro'za Ramazon oyida bitta tuya so'yib 1000 ta ro'zadorga iftorlik bergan savobga ega bo'lasizlar. Bunaqa savobga pul dunyo bilan erishib bo'lmaydi. Meni o'zim hayot davomida ko'rib o'tiribman. Avvalam Alloh qolaversa sababchimiz.
Bemorlarga Allohim shifosini bersin, sog'lom insonlar hech ham bemor bo'lmasin deb Allohdan so'rayman.